qamaladi. Lekin men sizga bitta narsa, ya'ni yengillikni aytaman. Hozirgi kunda bloger ustidan politsiya ishlayapti va bu albatta qamaladi. Albatta qamaladi. Borib Nima keldim. uchun qamaladi? O'zingiz ham borib keldingiz. Birinchi o'rinda sizdan bizani qilayotgan xatti-harakatlarimiz bekorga havoga ketmaydi. Buni mana shuncha obunachilarni oldida aytganmiz, albatta bu narsani qamatamiz bu insonni. Nima uchun? O'zimizdan o'zimiz cho'ntagiga bir nima solib qo'yib emas, qilgan ishi uchun. O'zbek ayolini o'zbek bo'lib turib, o'zbek ayolini o'zbek bo'lib turib, uzrku o'sha fohishaga chiqarganligi uchun, obro'sizlantirganligi uchun, uni himoya qilish o'rniga erkak bo'lib turib, uni shunaqangi xorlab qo'yganligi uchun, obro'sizlantirganligi uchun albatta bu bo'yicha jazosini oladi. Bundan tashqari birovni uyiga ruxsatsiz kirganligi uchun ham bu bo'yicha juda ham qattiq ishlanyapti. Hozir mana Anorani ham bilamiz. Hozir Anorani ham bilamiz bu bo'yicha. Juda qattiq ishlanyapti bu bo'yicha. Albatta bu bo'yicha chorasini ko'riladi, qamaladi. Qamatmagungacha qo'ymaymiz. Qamatmagungacha qo'ymaymiz. Bundan keyin hali yana prямой efir qilamiz bu qamalgandan keyin. Bundan keyin prямой efir qilamiz. Hozir yuragini ushlab o'tirgandir. 100% yuragini ushlab o'tiribdi. O'zi qamalishini ham sezib turibdi. Uni qamatamiz. Bundan keyin yana bitta prямой efir qilamiz. Bundan keyin hech qaysi o'zidan kimlardir detektivni yasab olgan bironta bir bloger chiqib olib turib, erkaging bormi deb ani kerilib chiqmaydigan bo'ladi. Bunaqa insonlarni biz ham joyini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu ishlarimizdan maqsad faqatgina Nozimaga adolat emas, butun o'zbek ayollari dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiyada bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, u shu narsani bilsinki, biz haqiqiy erkaklar uni shunchaki yolg'iz qoldirib qo'ymaymiz, himoya qilamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kattakon odam bo'ladimi, bir o'zidan bir vallomat bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar biz himoya qilamiz uni. Va mana shuni orqasidan juda ham ko'p o'zbek ayollariga adolat bo'ladi. Keyingi safar kimnidir misol bitta bitta ayolini o'ldirib qo'ygan bo'lsa, birpasda bizda shunaqa narsada fohishaga chiqarib qo'yishadi. Oson. Endi fohisha bo'lsa kerak, xiyonat qilgan bo'lsa kerak deb birpasda shunaqa narsaga chiqarib qo'yishadi. Mana shu narsalarga to'shga qo'yiladi. Men sizga va'da beraman. Uni albatta qamatamiz. Albatta qamatamiz. Juda ham azgina qoldi. Juda ham azgina qoldi. Bu yerdagi sud-medik ekspertiza xulosasi, Feruza opa, men sizni tabriklayman. Bu yerda hammasi 100% siz tomonga hal bo'lgan. Birinchi lekin chiqqan sud-medik ekspertiza xulosasi, esingizda bor, sizga ko'rsatilgan. U sizga minusga chiqqan edi. Ular hech narsani tamomlagan edi. Lekin hozir politsiyaning ustidan tekshiruv bo'lganligi uchun hamma narsa sizni hisobingizga o'ynayapti. Lekin politsiya bu bo'yicha ishlagingiz kelmayapti. O'sha politsiyaning ichida katta janjal boshlangan. Va bu narsa albatta bizga yordam beradigan odam kim? O'zbekiston Bosh prokuraturasi. Xudo xolisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamma narsani ko'rsatib, eksgumatsiya qilgandacha o'zingiz ko'rasiz. Bu yerda taxminan degan narsa bo'lmaydi, aniq-taniq narsa bo'ladi. Buni orqasida biz Koreyani politsiyasi qanaqa ishlashi bilan O'zbekistonning politsiyasi, huquq muhofaza qilish tashkiloti qanaqa ishlashini kerak bo'lsa ko'rsatib qo'ya olamiz. Bu butun hamma o'ylaydi-ku, Koreya zo'r rivojlangan, O'zbekiston qoloq. Yo'q, O'zbekiston shu darajada rivojlanganki, sud-medik ekspertiza xulosasidan biz anaqa qilib qo'yamiz, solishtirib qo'yamiz ikkalovini. Qani kim zo'r, kim kuchli. Men shu yerda shuncha odamning oldida va'da beryapman, ishonch bilan aytamanki, sud-medik ekspertizasi hozir O'zbekistonnikini, misol mana bu Koreyaniki, mana bunisi bo'lsa, O'zbekistonniki bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonniki ancha kuchli. Har bitta millimetriga e'tibor beradi. Shuni bilingki, O'zbekiston rivojlanmagan, orqada qolgan emas. O'zbekiston har bitta sekundigacha qaraydi. Xo'p. Oxirgi gapim shu, hech qanaqangi kayfiyatingizni tushirmang. Bu yerda hammasi faqat siz tomonga. Bu yerda osildi degan narsa yo'q. O'zini o'zi osdi, bu yerda bo'ldi, aniq o'zini osdi degan biron bir narsa ham umuman keltirilmagan. Bu yerda o'rtada turibdi. Bu yerda o'rta chunki o'zini aybi bor-da politsiyani, tushunyapsizmi? O'shaning uchun aniq-tiniq narsalarni chiqarib bera olmayapti. Agarda aniq bu yerda osildi degan narsa bo'lganda, sizga qo'pol qilib aytgan bo'lganda, shunda olardi-da, "Ma, osildi" deb sizga shars etib ko'rsatgan bo'lardi o'sha narsani. Bor, meni boshim ortmaganda ketib aytdi, nima qilganing bu deb siz download yetkazib olgan bo'lardi.
Biz o'sha narsani bilgan edik. Bu yerda osadi degan narsa chiqarmasdik. To'g'ri taxmini bor. Men bu narsani ham aytolman. Taxmin unaqa bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda taxmin o'sha qo'rg'ili singanini ko'rib, politsiyani shaxsan o'zi aytayaptiki, yo'q, endi bizning fikrimiz o'zgardi. Bizning fikrimiz o'zgardi. Biz endi bu yoqqa nazoratni kuchaytiramiz, deyapti. Lekin men bu gapiga uncha ishonmayman bularni. Chunki bular ko'ryapsiz, politsiya bir-birini himoya qilib yotibdi. Chunki bu yerda politsiyani aybi bor. Endi bu narsani biz albatta O'zbekistonga yuboramiz. Buni o'sha perevod qilib, apostil qilib, O'zbekiston qonunchiligida qanaqa yozilgan bo'lsa, qonun doirasida ish qilinadi va O'zbekiston haqiqiy adolatni, unutmang, O'zbekiston chiqarib beradi. Koreya ham chiqarib beradi. Koreya ham chiqarib beradi. Buni o'sha Koreyaga ishonmayman. haqorat qilganligi uchun, shunaqa narsalar bo'yicha albatta buni qamatamiz.